Xolasa salom alaykum, olib kelib oldik. Xolasa yapon manjur deydigan. Xolasa Belgi gigant deb qo'yilgan roller turidan ekan. Barakasini bersin. Juda ham ajoyib narsa ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Gapga o'tirib qo'ygan ham bor ekan. Yaxshi bo'lib ketsa kerak menimcha. Oyog'i yerilib qo'ygan. Xona issiqligida quyona vovullab boryapti. Qorovul. Xona 50 gradusdan shekilli bilmadim. Quyoncha ham hayron. Oyoqdagi endi biz ham yangimiz-ku. Bismillah deb boshladik. Kamchiliklarda bo'lishib boramanda qanaqa bo'lish kerak? Ehtiyotsizlik bilan itani bosib qo'ydim. G'ish termoqchiman endi buni. Ertagalikka nasib bo'lsa shu bilan shug'ullanaman. G'ish yurgani как бы дорожка bo'ladi-da. Bularda hozir yurib ham bo'lmaydi, va xavfli. Donlarini bersa, suvlarini berib tursa nasib. Suvda обязательно dog' suv berish kerak ekan. Brollerga ham o'sha dog' suvni qaynatib qo'yganman. Vitamin, dori-darmon hamma yo'q bilan bo'lishib turaman, xudo xolasa. Yangi boshlamoqchi bo'lganlarga ham ozgina bo'lsa ham manfaat deyapti. Bedana kerak bo'ladigan bo'lsa nomer qoldiraman. Eng kami 500 ta buyurtma olaman. Bemalol telefon qilaverasizlar. Men o'zim yangiman. Men o'zim informatsiyalarni olib keldim hozir. Polностью bo'lishib boraman. Shu bilgan narsalarimni nasib bo'lsa sizlarga ham o'rgataman. Menimcha qiyin joyi yo'q, buni xonasi, suvlari, yemlari joy-joyida bo'lsa, menimcha muammo bo'lmasa kerak, xudo xolasa. Soat 12:30. Brollerni ham olib kelishim kerak. Juda ajoyib. Mana yerda to'planib turibdi, naryoqda yugurib yurishdi, o'rgayapti. Hali bir sutka bo'lmagan narsalar. Yo Alloh, qarang. Bu yoqayotgan gazimiz bu propan. Propan ishlatamiz. Gazimiz bor, bizda propan hozir, lekin propan yoqyapmiz, xudo xolasa. Bismillah. Uy, yomon qattiq bu bet. Yok, sudah yok. Apalafga qo'yib bir ideyani haqiqiy yomoniga kelib qoldi. O'zimcha o'ylab qoldim-da. Hozir bitta qo'yib yuborsak, bu gavrazda baliqlarimiz zerikib qoladi. O'yladim-ki, manaqdan sharshara qilaman dedim. Endi hozir ideya kelyapti, daraxtdan sharshara tushib, maydan sal kichikroq, hech bo'lmasa bir 20 sm-ga 10 sm bo'lib, suv tushib, ikki tomonga sizadigan qilsam deb o'ylab qoldim. Suvni basseyndan sharshara tortib oladi, tushiraveradi, aylantirib, sirkulyatsiya bo'lsa, shu hozir kelib qoldi. Anaqa beton qo'yib yuboradigan bo'lsam, yana buz, yana boshqa ish bo'lib ketarmikan deyapman-da. Mashina menimcha qo'ygani yaxshiroq, ha? Suv aylanib yuraveradi-da. Sharshara yo yoqda, yo bu yoqda bo'ladi. Xudo xolasa. Любой xonadonga kerak bo'ladigan narsamiz keldi. Bitta ko'ring aka, ayniqsa opalarim qiziqayapti bu narsaga. Sifat o'z tomonidan tayyorlanayotgan tovuq kata. Bu bittasi hozir, keyingisini ko'rsataman. Keyingisi bundan ham qiziq. Axlat tushadigan joyi. Tamam. Mana, to'rtta qo'chqorga mo'ljallangan qo'ra. Suv ichadiganlari, yem idishlari, chuqurgina hozir aka qo'chqorni qo'yib, test qilib ko'ramiz, xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. Hoppale. Yaxshi kelibsiz. Besmetli tovuqlarimiz. Hoş geldiniz. 2 metrga 125 full komplekt. Xohlagan joyingizga televideniya qilaverasiz. Tovuqlar uchun maxsus. Tuxum qo'yadigan joyi bor 3 ta. Juda ham go'zal, mustahkam ishlangan ekan. Narxi 3.300.000 so'm. Kerak bo'ladigan bo'lsa, butun O'zbekiston bo'yicha bolalar dastavka qilib berayotgan. Qo'y oxir 2.5 ga 1.5. Rostdan juda ham bir maqtaydigan, akkuratna chiqqan. 80% oddiy profil ishlatilgan, 20% shunaqa konteyner profildan ishlangan. Buni ham narxi 3.300.000 so'm. Qo'y qo'rani va tovuq katadi asetigan ukalarimizni nomerlarini qoldirib qo'yaman, profillarni qoldirib qo'yaman. Kerakli modellarda bemalol tanlab olishingiz mumkin bo'ladi profillarga o'tib. Dastavka butun O'zbekiston bo'ylab mavjud.